Xitayning Şərqi Türkistanda irqiy qirg'inchilikqa yetgan zulm va tajovuzchiliklarni Yevropaning kindiki bo'lgan Amsterdamda yolg'iz kishilik namoyish orqali dunyoga anglatayotgan Abdurahim G'ani apandi Gollandiyaning Den Haag shahridagi Xitoy bosh elchixonasi oldida Şərqi Türkistan bayrog'i chiqardi. Gollandiya parlamenti o'tgan hafta Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizganligini qabul qilgan edi. Gollandiyada yashayotgan Abdurahim G'ani apandi 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon har hafta oxirlari Amsterdamdagi Dam maydonida yolg'iz kishilik namoyish o'tkazib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi sistemalik assimilyatsiya va bostirishlarni fosh qilib kelgan edi. Dunyo miqyosida davomlashayotgan oilam nada faoliyatiga ovoz qo'shgan Abdurahim apandi 1 martdan e'tiboran Xitoyning Gollandiyadagi bosh elchixonasi oldida bir haftalik namoyish o'tkazishni planlagan. Tönögün o Xitay elçixanası oldida Şərqi Türkistan marşını yanartib, ay yıldızlıq kök bayraqni chiqarish bilan faoliyatini boshladi. Türkiye İyi Partiyasi Türkiye parlamentidan Uyg'urlar to'g'risida o'rtaq qaror ma'qullashni talab qildi. İyi Partiyasining parlamentdagi mas'uli İsmail Tatlıoğlu apandi 1 mart kuni tushdan keyin Türkiye parlamentida Uyg'ur masalasi to'g'risida maxsus muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Parlament a'zosi İsmail Tatlıoğlu apandi mundaq dedi. Amerika davlati Xitoyning Sharqi Turkiston rayonida elib berayotgan besim siyosatiga qarshi Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonunini ma'qullikdan o'tkazdi. Finlandiya bosh ministri Sanra Mirella Marin xonim Twitter orqali e'lon qilgan bayonotida Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan besim siyosati haqida to'xtalib, tijoriy manfaatni deb bu zulmni ko'rmaslikka selishga bo'lmaydi degan. 2 ayning 23 kuni Kanada federal parlamenti Uyg'urlarga qarata elib berilayotgan siyosatni irqiy qirg'inchilik deb bekitgan. Arqadan 2 ayning 25 kuni Gollandiya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan zulm siyosatini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Xitoyning alayda ma'muriy rayoni bo'lgan Hong Kongda Xitoyning Hong Kongdagi bostirishini qonuniy asosga ega qiladigan davlat bexatarlik qonuniy loyihasining o'tirg'i qo'yilishi bilan 2019-yil 6-oydan buyon Xitoyga qarshi namoyishlar davomlashmoqda. Bu qonun loyihasi 2020-yil 6-oyda ma'qullanib rasmiy yo'lga qo'yilgandan buyon Hong Kongdagi o'qituvchilarni qo'lga olish harakati avj oldi. 2 ayning 28 kuni 47 o'qituvchi hukumatni og'dirishni planlagan degan bahona bilan qo'lga ilingandan keyin Angliya va Amerika buningga norozilik bildirdi. Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab mundaq dedi: 47 faoliyatchining qo'lga ilinishi davlat bexatarlik qonunining bexatarligini emas, balki siyosiy o'qituvchilarni bostirish uchun qo'llanayotganligining isboti. Amerika mo Xitoyning bu harakatini aybladi. Xitoy bo'lsa Amerikadan ichki ishlarga aralashishni to'xtatishni talab qildi. Yaponiya Xitoyning Sharqi dengizidagi talash tortishdagi Sinkaku orolini ichki rayon deb ifodalashining xalqaro qonunga xiloflik ekanligini aytdi. Yaponiya davlat mudofaa ministri Kisinobu muxbirlarni kutib olish yig'inida talash tortishdagi orollarning Xitoy davlat mudofaa ministrligining to'rbetida Xitoyning ichki qismi sifatida ko'rsatilishiga inkos qaytardi. Sinkaku orolining tarix va xalqaro qonun jihatdan Yaponiyaning ichki rayoni ekanligini ta'kidlagan ministr Nobu bu orollarning hozir o'z davlatining kontrolligida ekanligini bayon qildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin texi oldingi kun o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida talash tortishdagi orollar haqida vaziyatni murakkablashtirayotgan xatarlik so'z va harakatlardan saqlanish kerakligini aytgan edi. Chet ellik muxbirlar klubi tayyorlagan dokladga qaraganda, Xitoy hukumati bu davlatda ishlayotgan chet ellik jurnalistlarga bo'lgan besimini kuchaytmoqda ekan. Dokladga qaraganda, Wuhan virusi yuqumi jarayonida kuchga ega bo'lgan cheklamalarmi jurnalistlarning doklad berishi va sayohat qilishini cheklash uchun bahona qilingan. Chet ellik muxbirlar klubining dokladida aytilishicha, Xitoy bilan avorchilikka uchragan davlatlardan kelgan muxbirlar Xitoy hukumatining besimini texmi his qiladi. Dokladga qaraganda Amerikalik 18 muxbir 2020-yilning oldingi yarmida chegaradan ayrilishga majbur bo'lgan. Avstraliyalik ishki jurnalist Xitoy bexatarlik organlari bilan masala ko'rilgandan keyin chegaradan ayrilgan.